Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Xo'sh, unda diqqatinglar programmamizning bugungi sonida bo'lsin. Yipak yo'lidagi qadimgi shaharlarning biri bo'lgan Otishda Yiroq qadimgi zamonlarga ta'va ibtidoiy madaniyat izlari. Buddizm davriga taalluq qadimgi xarobalar. Unutilgan qadimgi qabrlar. İslamiyet davriga taalluq qadimgi mazar maqbaralar. Turli yeziqlarda yozilgan qimmatli yozma miroslar ko'p bo'lib, bular tarixining uzunligi va tadqiqot qimmati bilan bu qadimiy shahar madaniyatiga o'zin qo'shib turmoqda. Otush rayonining tarixi Qashqar tarixining muhim bir tarkibiy qismi bo'lib, Qashqar yoki Otush tarixini tadqiq qilishda bir butunlikka yuksak darajada ahamiyat berish ikki diyoridagi tarixiy reallikning talabi. Tangirtog'ning janubiy etagiga, Tor mo'ymallig'ining g'arbiy chetiga joylashgan chegara shahar Otush ayni vaqtda Yipak yo'lidagi muhim o'tanglarning biri bo'lib sifati bilan o'xshamagandan va madaniyatning uchrashgan o'rni bo'lgan. Ham har qaysi davriga xos tarixiy izlari bilan tonilib kelgan. Otush shahri ustun Otush yesidagi Uchburxon Budda xarobasi Otush diyoridagi ayni vaqtdagi buddizm yaldamalarini aniq ko'rsatib beradi. Budda Mung'uyi Otush shahri ustun Otush yezisi Taqut kentining Chaqmaq daryosining janub qirg'og'idagi tikkarilikda joylashgan. Buning yer tuzilishi sharqiy pas, g'arbiy egiz. Ondan yer yuzi bilan bo'lgan egizligi 40 metr keldi. Bu o'rin 1962 yili 7 ayning 11 kuni 2 turkumdagi avtonom rayon darajalik qo'g'dilgan madaniyatgor o'rni qilib bekitilgan. Uchburxon Budda xarobasi Qashqarning shimoliy tarafi. Ustun Otush Taqut kentining udulidagi qadimgi karvon yo'li liniyasiga to'g'ri keladi. Bu xaroba tik yorliq ustiga joylashgan bo'g'ashqa yaqinqi yillarda bu xarobaning ichiga bevosita kirib tadqiqot olib berilgani yo'q. Uchburxon Toshkent xarobasi Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasti atrofidagi muhim buddizm xaroba balbig'i bo'lgan Chaqmaq daryosining yaqin bo'yidan 20 necha metr egizlikdagi joylashgan bo'lib, u mamlakatimizning eng g'arbidagi tarixiy bir qadar uzun bo'lgan Toshkent san'atining namunasi. Uning yasash uslubidan qaraganda u taxminan milodiya 2-asrning oldi-keyinda yasalgan bo'lishi mumkin. Shunaq bo'lganda bu Toshkemirni Sharq Xan sulolasining oxirgi mezgillarida yasalgan degan taqdirdimi? Bu Toshkemir xarobasi 1800 yildan ortiq tarixni beshdan o'tkazgan. Uchburxon Budda Ming uyining yasalishi haqida nurg'un rivoyatlar tarqalgan. Uchburxon Ming uyi va boshqa joylardagi Ming uylar asosan daryo yaqin bo'ylaridagi tog' qoptallarga joylashgan. Ajdodlarimiz shu Ming uylarni qazish, bezash, istiqomat qilish qatorliq jihatlarda xilvat joylarini tanlash bilan birga suvga yaqin bo'lish alohidaligini muhim o'ringa qo'ygan. Mehmet Qadirkah, demek biz yuqori nurg'ulgan tarixiy paketlarni o'tirib qo'ydik. Undaqda bu Ming uy kimlar tarafidan qachon yasalgan? Meningcha Uchburxon Budda ibodatxonasi Qashqar va Ustun Otishning eng qadimgi olisi bo'lgan Sakla tarafidan milodining oldi keyinida, ya'ni Sharq Xan sulolasi davrlarida yasalgan bo'lishi mumkin. Bundaq deyishimizning tarix dalili tövendeki 4 jihat ifodalanadi. Birinchidan Abdushukur Muhammad Iminning qadimgi Markaziy Osiyo va G'arbiy Toshkemir san'ati degan kitobida Qashqa Ustun Otish toponomiyasidagi Iksoq, Beysoq, To'qqizoq qatorliq yer joy nomlari qadimgi Saklarning ko'z tutganligi muallashtirilgan. İkinchidan tarix materiallarga qaragan chaqda milodining oldi keynidagi Qashqarga, Yakenga
Xotenga tarqalgan sakla degan mazmundagi Qashqarga tarqalgan sakla deganda bu ustini atishlik saklanımı ko'z tutgan, bunday aytgan chaqda. Uchinchidan, tarqalish liniyasidan qaragan chaqda Budda dini asosan g'arbdan sharq tarafga qarab tarqalgan deb aytishga bo'ldi. Bu munosabatda Budda dini avval Qashqar, Xoten, Aqsularga tarqalgan. Bu munosabatni aytishga bo'ladi. Qashqarda eng burun silingan Budda ibodatxonalari Xoten va Aqsu silingan eng qadimgi Budda ibodatxonalaridan bir qadar ilgari turdi deb aytishga bo'ldi. Bu munosabatni aytgan chaqda Uchmurvan Budda ibodatxonasi nisbatan Tarim va Teklimakandagi eng burun silingan Budda ibodatxonasi deb aytishga bo'ladi. To'rtinchidan, biz Budda dinining ijodchisini Saklardan kelib chiqqan Sakyamuni deb qaraganimizda Uchmurvan Budda ibodatxonasini sakla qo'ygan degan bu hukm nisbatan tarixiy amaliyotga, tarixiy haqiqatga yaqinroq keladi. Üç Burhan Budda ming uyi elimizning eng g'arbidagi tarixiy bir qadar uzoq buddizm san'atining muhim yordamchisi. U alohidlik jihatda tipik Qandihar buddizm san'atini o'rnak qilgan muhim namoyanda. Bu ming uyning nomi yaqinqi mezgillargacha har xil nomlarda otilib kelmoqda. Cüratka demek bu ming oy yıllardan beri mana shunday sehri qiyofat bilan bu yerga qat ketirib turmoqda. Bu ming oy nurg'unlagan har xil ismlar bilan tarix kitoblarda xotirlanib kelgan. Undaqda mush ismi haqida tushuncha bergan bo'lsangiz. Bu ming oyning nomini yerliklar Uchvan, Uchmirvan, Uchtuch kitobni ataydi. Buningdagi Uchvan bilan Uchmirvan degan nomning Uch Burhan degandan kelgan aniq. Hadi bazı materiallarda bunun boşluktaki o'rni. Hadi işiginin sani asasen 3 miravan, 3 ayvan, 3 ayvan deydigan atalg'ularni uchrab turibdi. Anadaki yerlikning 3 miravan deganini buzib yoki 3van degan atalg'usini buzib, kuchvan deb ataydigan ahvollar uchrab turibdi. Masalan, shuni yaqin atrofdagi yaqilish punktning nomi kuchvan deb ataldi. Balkim shu 3van degandan buzib talaffuz qilinib atalgan bo'lishi mumkin. Endi ko'plagan materiallarda tadqiqotchilar buni endi 3 Burhanning uyi yoki 9 hujr ming uyi deb ataydi. Hozir buning anglangan nomi va arxivdagi nomi 9 hujra ming uyi deb ilinyapti. Buningdagi 3 Burhan deb atildi hamda bu hamda 3 eg'iz uy. Buning ichiga endi butlarninki model heykeli qo'yilgan. Endi Burhanning ma'nosi endi avliyo, iloh degan ma'nolarni berdi. Balkim shu butlarning nomiga asosan bunga qo'yilgan. Buni shu Burhan deb atagan bo'lishi mumkin. Yiroqdan ko'rinib turadigan tog' o'ttirsidagi bu 3 eshik uzoq zamonlardan buyon yiroq yaqindan kelgan nurg'un sayyohlarni, ekspeditsiyachilarni o'ziga jalb qilib kelgan. Qarasila kirish mumkin bo'lmaydigan bu sirliq o'nkirga kirib, bu joyning amaliyoti bilan tanishish bugungi kundagi ta'xirsiz vazifa edi. Muxbirlarimiz Qizilsuv Qirg'iz Abtonom oblastlik Madaniyat yodgorlik idorasidagi va Oltish diyoridagi munosabatlik tarix tadqiqotchilari bilan birga bu o'nkirga kirishni planladi. Dastlabki kundagi ahvol egilash va uning ichiga kirish planini tuzish uchun bu bir guruh tavakkulchilar hamma joy oppoq qor bilan qoplangan Chaqmoq daryosi bo'yida eg'ir qadamlar bilan yangi izlarni qoldirib, ajdodlarimizning yordamchisi bo'lgan bu tosh kemir haqida atrofliq islatdi. Yaqin atrofda o'ltirishliq yerlik aholilardan ahvol egilash orqali bu yerga tog' ustidan ortilib tushish qaroriga kelgan bu guruhdagilarning Taqub kentida faoliyati 3-kuniga qadam qo'ydi. Havo sovuq, uning ustiga tog' usti qor muz bilan qoplanib, siliflashib ketgan edi.
munosabatlik o'rinlarning hamkorligi bilan tog' ustidan bir tal arg'amcha muvaffaqiyatli qo'yib berilib, tavakkulchilarning ichidagi biraylan uy ichiga muvaffaqiyatli serilib tushyapti. Biz mana 50 necha yildan beri bu mon uyga odam oyoqqa bosmagan bu mon uyga shu topda kirish oldi turmoqdimiz. Demak biz buni ichiga kirib, uning hozirgi amaliy ahvoli zodi qandoq tafsiliy ma'lumotga ega bo'lmoqchi. Shu topda men to'yajanib turyapman. 19-asrning keyingi mezgillarda chet el ekspeditsiyachilari hozir biz shu faoliyat qilayotgan shu tog'ning ustidan ish tarafga og'amcha orqali tushib, bu yerda nurg'unlagan qimmatlik qadimgi madaniyat yodgorliklarini olib ketgan. Hozir bu mon uyning ichida zodi qanchalik madaniyat yodgorlik va qanchalik qadimiy izlanlar bor. Biz o'z ko'zimiz bilan shuni ko'rmoqchi. Shundaq. Oldingi asrning qarag'ancha yillari elimiz arxeologi Huang Wenbi Apandi bu tosh kemirga eng oxirgi qatim kirgan. Ham tashurish etmagan. Shuningdan tortib ta bugungacha bu joyga qiziquvchi o'tkinchi yo'lovchilar ancha-muncha kirib chiqqan bo'lsa-mu, tadqiqot nuqtasidan bu joyga kirgan kishi yo'q deyarlik edi. Qizilsuv Qirg'iz Avtonom oblastlik madaniyat yodgorlik idorasi partiya yachekisining shujisi Dilnurning yo'l boshlashi bu tavakkulchilarni texmu g'ayratga keltirib, bu tiq qiyoning o'ttirsidagi tashlandiq xarobaga jur'atlik bilan kirishiga ilhom bo'ldi. Biroq yiroq o'tmishning yaldamisi. Buddizm san'at asrining eng ibtidoiy iznasi. G'arbiy yurt tosh kemirining dastlabki asosi Uch Bo'rxon ming uyi. Nazaringlarda bo'layotgani bayqash programmamizdan ko'zatilayotgan tarixning yaldamisi Uch Bo'rxon ming uyi nomli filmimizning birinchi qismi. Yer yuzi bilan umumiy egizligi 40 necha metr bo'lgan bu tiq qiyoning o'ttirsidagi tosh kemirga chet el arxeologlari oldingi asrning boshlarida kirishga boshlagan. 1906 yili 8-oyda fransiyalik sharqshunos Paul Pilot bu joyni tekshirib xaritaga olgan. 1909 yili 6-oyda yaponiyalik buddizmshunos Otani Kool 1915 yili 5-oyda arxeolog Avril Stein 1904 yili 6-oyda germaniyalik von Lecoq qatorliqlar bu tosh kemiriga kirib o'z ismlarini qoldirib ketgan. Ham qimmatlik madaniyat yodgorliklarini olib chiqib ketgan. Shuningdan keyingi 50 necha yil jarayonida elimiz arxeologlari va avtonom rayonimizdagi tadqiqotchilar bu joyni tekshirib qo'g'das salmog'ini oshirgan. Yerim asrdan ortiq bo'ron chapqunni beshidan o'tkazgan bu qadimiy tosh kemirining hozirgi holati qandoq? Bu joyda qandoq madaniyat izi saqlangan? Bu kemirga sizlarning shu necha yildan beri tunji qatim ichiga kirib beqishinglar shundoq. Burungi tekshirish xotiranglarda qanday xotirlarning saqlanganligi? Burungi xotirlarda faqat buni egizligi, kengligi, qurilmasi qatorliqlar saqlangan, lekin bu tam surat rasmlar bizda yo'q. Buningdan burun 50 nechinchi yillari shu tadqiqotchilarning ba'zilari kirgan, chet elliklar kirgan. Shularning materiallariga asosan biz foydalangan. Bu qitim bu tafsiliy material qoldirish elimizga muyassar bo'ldik. Yerim asrdan ortiq muhjiyib yotgan bu qeyri muisbet yo'ldan o'tkichilarga qarayib ko'rinadigan uch ishiga orqali ajoyib sirliq tuyg'u ata qilgan edi.
Mana bugun boyliq izdigüchilar va boshqa sayyohlarning oyig'i ostida vayron bo'lgan, ozgina saqlanib qolgan madaniyat izlari bilan jamoatchilikka qaytadan Chumvardisini ichish oldida turmoqda. Bugun kun kelganda bu ming uyni tadqiq qilishning ahamiyati nima? Chaqmoq daryosining tuva iqimi qadimgi madaniyat izlari bir qadar keng tarqalgan rayonlarning birisi. Buning ichida 3 Burxon Toshkemir uyi bir qadar mukammal saqlangan. 3 Burxon Toshkemir uyininki tam rasmlari, ishlatilgan materiallari, rang bo'yoqlarining shakllari, xillari, shuning bilan suvoqlarga ishlatilgan materiallardan qaragan chaqda bu 3 Burxon madaniyat yodgorligi bizga ayni davrdagi, ya'ni ayni davrdagi ibtidoi holatdagi tam rasmlarniki sizlish uslubi, alayidligi, uning ishlatilgan rang bo'yoqlar, ostiga berilgan suvalgan suvoqlarning materiallarini tadqiq qilishda bizni qimmatli birinchi qo'l material bilan ta'min etdi. Tarixning guvohchisi, eng dastlabki ibtidoiy Toshkemir san'ati bo'lgan 3 Burxon Budda xarobasining bugungi holati qandaq? Programma guruhimizdagi xodimlar u Toshkemirga muvaffaqiyatli kiralamdi. Ayni vaqtda chet el ekspeditsiyachilarining buzg'unchiligi bu g'arib Toshkemirni qandaq xonavayron qilgan. Biz programmamizning keyingi sonida bu haqda tafsiliy to'xtalamiz. Sirliq hikmatlarga to'lgan bayqash programmamizni ko'rishni unutmang. Kelar soni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.